Eng yaxshisi o yerga berish niyatingdan yo'q. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Menga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yılan çekip yaptı. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib o'tdi. Hey, bir ashapini anladinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Qatayli! Ular beni köpken! Qatayli! 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 Tez bo'linglar! Onuncu bab. Ecel. Ali, qandoq tursan? Ma'lumsan? Men turib baqay, ha? Kela. Matiyan bilan ikkisining yordamida o'rnimdan turdim. O'zimning uzoqqa bardosh berilmaydiganligim ko'nglimga ayon. Shundaqdimi, oxirigacha bardoshlik bermasam bo'lmaydi. Kela, yo'lib olaymi? Rahmat adash. Men alaydigandek qilaman. Mayli, qancha tez mansaq shuncha yaxshi. Avayla. Hammamiz tikyorni yaqilab mengishga boshladik. Astining qanchalik cho'nqurligini ko'kilib bo'lmaydi. Qon bek chiqib ketgachga bag'on seri holimdan ketib bordim. Tikyorni bo'ylab xeyli uzun maqdiq. Ha? Qaranglar. Oldimizda pastga tushadigan peshtoq bor ekan. He? Endi chatoq bo'ldi. Elqi yo'lbos o'lgan bo'lsa yaxshi. O'lmagan bo'lsa ish chatoq. Bunchalik egizdan tushib ketgan tursa, o'lmaymi qolmas? Agar u murdig'i oynib ketmagan bo'lsa, o'lishida gap yo'q. Ammo bo'ldi. Avval pastga tushib baqayli. Bundan boshqa yo'lmi qolmadi. Ma'qul, shunda qilaylik. Hammamiz palampayni bo'ylab pastga qarab tushishga boshladik. Taxminan 40-50 metr tushgandan keyin palampayning oxiri ko'rindi. Butun atrofni tuman qoplab ketgan bo'lib, necha 10 metr orliqni tasdi ko'rib o'tdim. Bir-birimizga yaqin mangayli. Amal bor, tevis chiqamala. Ma'qul. Hammamiz Matiyanning gapi bo'yicha bir-birimizga chaplashib ovozmi chiqarmaydik. Oldimizga mangan seri döv sikilba ko'rinishga boshladi. Ko'pinchisi odamlarning bo'lib, oz bir qismi hayvonlarning so'ngiga ekan. Butun atrof shunda surlik tusib kirgan bo'lib, qo'rqinchli ishlar ko'p yuz berib ketgachga o'zimizni kontrol qilib turib o'tdik. Shundaqdimi, ko'z oldimizdagi bu manzirdan qo'rqmadim desam yolg'on aytgan bo'laman. Oyada birisi yotdi. Matiyan shundaq degach, oldi tarafni ko'rsatdi. Uningga asta yaqinlashdik. Darvaqa ko'k chapon kiygan biri bo'lib, ko'z burunlaridan chiqqan qon allaqachon o'yib qolgan ekan. Uning teni sovuqdan ko'kirib ketgan edi. Ustidan tushib ketibdi. Bularning hammasi o'lgan o'xshamamdi. Yo'q. Hammasi emas. Olimning jasadi tex tepilmadi. Ammo bu yerdan chiqib ketishdan burun uning jasadini ko'rsam deyman. Hammasi mening chiroyimga qarashdi. Uning yanini oqtirib baqayli. Balkim lozimliq narsa chiqib qolamdi tex. Matiyan shundaq degach, uning yenini oqtirishga kirishdi. Uning mayda yonchug'idan bir varaqni ilib menga tangdi. Ben dedim-ku, bu narsa cho'qim bizga lozim bo'ladi. Men varaqni qo'limga ilib qardim. Kompyuterda besib chiqarilgan xarit ekan. Xaritining ikki uchida ikki o't sızilgan. O'ttirsida hozir biz turayotgan shaharning oddiy xaritasi.
bularning ustidagi hammasi inglizcha xatlar ekan. Kim inglizcha o'qidi? Menga bering, men tarjima qilib beray. Aliya xaritini qo'liga ilib, sinchilab qargandan keyin chiroyi turildi. Biz haqiqatan qildoqqa tushibdimiz. Ustiga nimalar yozilibdi? Qaranglar, bu chetdagi ikki joyning biri biz dastlab kirgan oltin ombir ekan. Yana birimi o'xshash ekan. Tushundim. Sidiq buvay kirgani boshqasi ekan emasmi? Boshqa chiqish eg'izi yo'qkan debdiman. Ma'u o'tirdik-ku. Qiltoqkan. Butun shahar boshdan oxir qiltoqkan. Qaranglar, bu bayam qapsilib qolgan o'rdi ekan. Buningga ruh qabizi deb yozib qo'yibdi. O, shundoq degash, mening chiroyimga qarab qo'ydi. Qaraganda sizga anglangan ovozni ruhlar chiqargan o'xshaydi. Mana bu yer hozir biz turgan joy ekan. Chatoq yeri bu yerga murdalar ozgilay deb yozib qo'yibdi. Chiqish yig'iz deb yozilgan joy yo'qmikan? Bakkan, bu azgalning yana bir uchiga chiqsaq, usti tarafi bir tuz yer bakkan. Uningdan o'tsak, bu yerda yana bir azgal bakkan. Chiqish eg'izi shu azgalning qarish tarafida ekan. Qaraganda bu yerdan chiqib ketmagimiz uncha oson emasdek qiladi. Mayli. Agar oldimizda murdalar chiqib qolsa, o'lamiz shu. Matiyan gapini bo'lib o'tganga ochchig'i keldimi yoki qilgan gapidan qo'rqib qoldimi? Chiroyini turib qarab qo'ydi. Tuyuqsiz oldi tarafdan kuchli shamol urilib, qo'limizdagi mash'alni o'chiribdi. Ammo yanada atrofni ko'gilib bo'layotdi. Arqa tarafimdan yana nafas elayotgan ovoz anglanishga boshladi. Butun badanim yana sovuq targa cho'milib ketdi. Dumbamdagi yara ichishga boshladi. Heliqi narsa quloq tuvimda pichirlayotdi. O'zimning holi o'zimga ayon. Baribir o'ladigan jon. Shu xiyol bilan butun kuchimni yig'ib, kaynimga o'rilibla xanjarni uning qortib shildidim. Ammo qo'lim havoda turib qoldi. Hech nima yo'q. Zodi nim bo'g'iydi. O'ltagim bo'lsa chiqmamsan. Jon ochchig'ida qattiq varqirib etdim. Ovozim g'or ichida aks sado bo'lib qaytib o'tadi. Ali, nim bo'ldi? Eliq ovoz yana onglayotgandi deyman. Ularga keragi men o'xshayman. Nimishqa bu ovoz ma'noli anglandigandi? Siz hammamizga kerak. Bu yerdan tang chiqib ketamiz. Shundoq. Seni ep chiqib ketmasak bo'lmaydi. Cho'qim g'ayrat qiladish. Hammamiz qo'limizdagi mash'alni tashlab etib, oldiga qarab mengishdik. Yerda turgan so'ngaklar bag'on sari jiqlab ketib o'tadi. Nima degan ko'p jasad bu? Bu yerda hech bir murda ko'rinmaydi. Oldimizda och yo'l bor ekan. Qaysi tarafga boramiz? Aliya, xaritaga qarab beqing. Darvaqa xaritada ikki uzuk siziq bor ekan. Biri bevosita ustiga tutishibdi. Yana biri pek uzoq so'zlibdi. Uning gibining oyig'i chiqmay turibla, ikki tarafdagi so'ngaklar o'rilib, ichidan odam qarg'usiz bo'lib ketgan jasadlar chiqishga boshladi. Bu manzarni hech qanday til bilan ifodelab bo'g'ilib bo'lmaydi. Murda. Murda bakan. Hammamiz jiddiylashishga boshladik. O'limning qo'rig'i yiqillab kelyotdi. Kayni tarafimiz butunlay murda bilan to'shib ketgan edi. Ko'nglim hammani to'yib turibdi. Ular balkim yaramdan chiqqan qonni purab qolgan bo'lishi mumkin. Hamrohlarimning men sababli o'lib ketishini xohlamaydi. Bo'lamayotganligimni ularga sezdirmasam-mu, hammasi o'zimga ayon. Chapinimni silib, Aliyaga kiygizib qo'ydim. Sizlar ustiga tutashgan qisqa yo'l bilan menglar.
Ularni men mavi yo'lga boshlab mangay. Ustiga chiqqanda ushtirishaydi. Ali, nima deyapsiz? Siz yaralandingiz, sizni tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Shu emasmi? Seni qandoqmi tashlab qo'ya olamiz? Mengla. Ularga qarab shunda qattiq farqirdim. Ular nima deyishini bilmay, menga qarab turib qoldi. Men sizlarga ustida ushtirishayli dedim. Hammamiz o'lsak yaxshi bo'ladi. Tez mengla. Ular gap qilmasdan kayniga burilib, tuz yo'lga qarab mengishdi. Aliyaning yig'lig'ini qo'lig'imga anglanib turardi. Men bo'lsam, oldimdagi murdilarga tikilganimcha o'rnimda turardim. Bu yo'lning oyog'iga chiqishga ko'zim yetmaydi. Ular uchun qurbon bo'lishga rozi edim. Mayli, oxirgi tinig'imgacha tutishib baqay. Dumbamdagi tinib qo'ygan dagini asta yechdim. Daga qinim bilan qip-qizil bo'yilib ketgan edi. O'zim asta yana bir yo'lga qarab burildim. Oldimdagi murdilarning chiroyi odam talati qolmagan bo'lib, faqat ikki ko'zini aniq ko'gili bo'ladi. Ularmi odamning tinni shurkindirdigan ovoz chiqarib, men tarafga qarab mengishdi. Ular bilan bo'lgan orlig'im faqat 10 metrchilik qoldi. Qo'limdagi dagini yerga tashildim-da, kaynimga burilib, jinimning boricha yugurishga boshladim. Kaynimdagi murdilarmi meningdan tez yugurib kelyotdi. Dumbamdagi yoridan qon eqishga boshladi. Ular men tarafga maqdi. Yaxshi bo'ldi. Hamrohlarim qutulib qoldigan bo'ldi. Tenim bag'an sira ojizlashayotgan bo'lsa-mu, ko'nglim yanada xotirjam edi. Eng yaqin do'stim uchun, yaxshi ko'rgan odamim uchun, ya'ni biz uchun qurbon bo'lgan sabdoshlar uchun. Kaynimdagi murdilarmi meningdan tez yugurib kelyotdi. Ahvolim bag'an sira nacharlashib ketib boradi. Putumni yutkugidek holim qonmayotdi. Ular allaqachon menga yetishyapti. Tuyuqsiz kaynimdan murdi esilib, o'zimni qochirib bo'g'icha miramni qattiq tishladi. Og'riqning ustiga og'riq qo'shilib, beshim chiqilib ketadigandek og'rishga boshladi. Bundaq o'lsam bo'lmaydi. Bundaq o'lsam bo'lmaydi. Jon ochchig'imda kaynimga burilibla uning kallasiga bir xanjar urdim. Xanjar uning peshonasidan kirib, engidan chiqib ketsa-mu, meni qo'yib bermay, chang eslib turadi. Ular qanday qilsa o'ladigan bo'g'idi. Beshini pichoq bilan teshib-etsammi eslishib turdi. Endi qanday qiladi? Xanjarni sug'urib ilib, uning qoniga kuchab birni urishim bilan, uning beshi yerga o'zi bilan tam domlab tushib ketdi. Kaynimga burilib qechishim bilanla yana nas bosgandek yerdagi so'ngakka putlashib o'ngdisiga tushdim. Kaynimdan kelgan murdilar yugurib kelgancha poqochig'imni qattiq birini tishlash bilan og'riq chidamay qattiq varqirib etdim. O'rilibla yana bir putum bilan uning beshiga qattiq birini tepdim. Qars qilgan ovoz bilan uning beshi kayniga qorilib, putumning ustida yetib qoldi. Yaxshi. Ojizlig'imni oxiri tepib oldim. Sening ojizlig'ing boshqa yering emas, dal bo'yin tarpingan. Endi o'rnimdan turishimga yana bir murdi kelib, o'zining ustimga tashladi. Qo'lim bilan uning eg'izini oram to'sib turardim. Ozroq bo'shab qolsam, meni tishlab olishi aniq edi. Shu topda yurak so'qishim tezlashib, qo'limdagi xanjarni urishqimi majolim qolmagan edi. Mayli. Endi ormanim yo'q. Ularning hammasi harbiy soqchilar. Ular qochib ketalaydi. Men tayyor bo'ldim. Ustimdagi murdi bilan oxirgi tirkishib turgunim aniq. Ali! Ali! Biz keldik! Ali! Matiyaning ovozi yaqin atrofdan chiqib Bu o'lgurlar. Men ularni deb mush yo'lni tanlasam, ular qaytib ketdi. Kayni tarafdan ularning murdilar bilan ilishgan ovozi anglab turadi. Ularga ochchig'im kelsa-mu,
ularning meni deb qaytib kelgandan ko'nglim suyungan edi. Ma'qul, sen mu tushib ket endi. Shundoq dedim-da, bor kuchimni yig'ib, uning bo'yniga bir xanjar urdim. U sal chirqirgancha ustimga yiqildi. Uni ittirib tushirib etib, o'rnimdan turishga shuncha tirishsam-mu, og'riq dastidan medirlig'ilib bo'lmayotdi. Asta o'rilib kaynimga qaradim. Haqiqatan hamrohlarimkan. Ularning buncha qaltisligini bilmabdiman. Murdilarning orasidan shundoq ustulik bilan o'tib, men tarafga qarab kelyotdi. Birdamning ichidilla nurg'un murdilarning beshini uzib yenimga kelib qolgan edi. Aliya, tez berib Alini yo'lang. Biz murdilarni to'sib turaylik. Tez bo'ling. Do'stim. Bu hayotda sen qanchalik qarzdor bo'lgandimi? Hech qanday tuqqandorchiligim bo'lmagan. Yana texi boshqa millatdan bo'lgan biri menga shundoq yaxshiliklarni qilyotdi. Beshim qiyib, asta qiyshishga boshladim. Aliya yugurib kelganicha beshimni qo'liga ilib oldi. Uning ko'zlaridan yosh to'xtamay quyilishga boshladi. Ey nodon qiz, nemishqa yenib kelasiz? Men gapimning oyog'i chiqquncha u levimning ustiga bosdi. Yuragimning so'qishi tezlashib ketdi. Butun vujudim bilan hech qachon tetib boqmagan shirin hislarga to'ldim. Shu tapda badanimdagi og'riqni unutib qolgan edim. Muhabbat degan shu kanda. Mendek bir kepan o'g'risining bir soch tarbidan bu muhabbatga erishishim mening ikki olamlik ta'lim desam bo'ladi. Uning ko'z yoshlari yuzimga eqib tushyotdi. Qanchalik so'yishganimizni bilmayman. Hammani unutdim. Nerdan Matiyanning qasddan yo'talgan ovozi anglandi. Kechiringlar. Sizlarga daxli qilg'im yo'q edi. Xafa misolar, avval bu yerdan chiqib olaylik. Anandan keyin davomlashtiramsizlar. Aliya singadi kulib qo'ydi. Uning kulgisi shunchalik tabiiy, shunchalik o'moq tuyulyotdi. Men bundoq bo'lishini xohlasammi, uning qalb yarasiga aylanib qilishini xohlamaydim. Matiyan bilan Van Xanmo kelib meni yo'lab turg'izdi. Qandaqroq tursan day desam, badnondan saqi yerib qolmabdi. Kela, biz seni yo'lab mangaylik. Sen ablag nimishqa gapimni anglamaysan? Az gap qil. Mallamas. Boshqalarni seni tashlab qo'yishni xohlamadi. O shundoq degach, Aliyani sharatlab qo'ydi. Kayni tarafdan yolvosning qattiq o'kirgan ovozi butun atrofni zilzilaga keltirib o'tdi. Uning yugurib kelayotgan ovozi yiroqdan anglanib turadi. O'lmabdi-da. Mayli. Tez bo'layli. Hammamiz qadamimizni tezlatib oldiga qarab mengashga boshladik. To'rt atrofni tuman qoplab ketgachga oldi tarafni aniq ko'gili bo'lmayotdi. Hammamiz jiddiylashishga boshladik. Keyin tarafdan yo'lvosning ovozi bog'in sari yaqinlab kelyotdi. Tuyuqsiz oldi tarafdan bir soyning o'ng tarafga kirib ketganini g'ilpolli ko'rib qolgandek bo'ldi. O tarafga mengib boqayli. Bir soyning shu yerga mang'anini ko'rib qoldim. Ali, xiyoliy tuyg'un emasdi. Biz ajab ko'rmadik-ku. Tuyg'un emas, berib boqayli. Hammamiz shu yoqqa qarab menishdik. Haqiqatan tikarning ustiga tutashgan chig'ir yo'l turadi. Bu yo'l bakla tikkan. Bo'lmasa boshqa yo'ldan mang'aylimi? Yo'q. Mush yo'ldan chiqayli.
Endi ulguramaymiz. Sen bo'la olamsan. Bo'la olmayman. Xotirjam bo'linglar.